Assalomu alaykum do'stlar. Biz bu videoda MrBeast videosini tarjima qildik. Xolasizlar bu joy o'tkazib olinglar. Bu joy shunchaki YouTube bizga ban bermasligi uchun qilingan. Sizlarga ma'lumot tomosha tilayman, birodarlar. Qanunda biz videoni boshladik. Men o'zimga shaxsiy samolyot sotib olgandim, lekin u qulab tushdi. Samolyot qulagandan so'ng o'rtacha qutqaruvchilar 31 soat ichida tirik qolganlarni qutqarishga harakat qilishadi. Lekin hozir biz bolalar bilan o'rmonning o'rtasida qolib ketdik. Kelinglar, narsalarni tekshirib chiqaylik. Bu yerda suv idishlari bor ekan, olinglar. Bu yerga bitta uchuvchi yetar ekan. Unda bizning ikkita uchuvchiga pul to'laymiz. Men yeguliklar topib oldim. Yaxshi o'g'lim, lekin biz buni hozir yemaymiz, keyinroq qolib qo'yamiz. Lekin qornim ochdi. Mayli, keting, narsalarni samolyot qanotga qo'yamiz. Nega doim men gap eshitaman? Bizning oziq-ovqatlarimiz faqat shaxsiy samolyotning o'zida bo'ladigan oziq-ovqatlardan iboratdir. Aytgancha, bu ovqatlar faqat kichik samolyotlarga qo'yiladi. Ha, menda reja bor. Yarmimiz o'rmonda o'rganamiz, qolganlarimiz esa boshpana yasaymiz. Hamma men shuni deb o'ylayman. Ana yerda samolyot qismlarini menga olib kel. Agarda qancha ko'p aylanib bo'lsak, biz shuncha boshpanani sekkiroq quramiz. Yana. Uni uloqtirib tashla. Boshpanamiz tayyor. Bu yerda quruq o'tirlar yo'q, qidirishga majburmiz. Biz juda ham ko'plab o'tirlar olib kelyapmiz. Bu yetarmikin, nima deb o'ylaysan? Hey, tasavvur qil, ayda dinozavr paydo bo'lsa. Wow, ular biz yo'qligimizda boshpana qurishibdi. Hey, nima deb o'ylaysan? Biz bu yerga sig'amizmi? Sig'amizmi yoki yo'qmi, bilmayman, lekin bizda suv oz qoldi. Sen suv ichyapsanmi? Nima, bu yomonmi? Men bir tomchi ham suv ichmadim. Men ham shunday. Bizga juda ham ko'p daraxtlar kerak. Bu yerda o'tinlar ko'p shekilli. Men bundan o'choq yasayman. Men o'choq yasadim. Sen samolyotni paragini sindirib tashladingmi? Mayli, endi biz bu yerda olov yoqqanmiz. To'g'ri, sen aqlli bo'lmasang ham bu narsa ajoyib. Men juda qiynaldim. Endi men olov yoqaman. Bolalar, men olov yoqdim. Yordamchim bu dronni chiroyli video olishni olib kelgan, lekin men bu bilan atrofni kuzataman. Atrofni butunlay daraxtlar qoplagan. Qara, endi biz bolalarni kuzatamiz. To'xta, biz axirada-shib qoldik. Bu yergamidi? Mayli, menimcha bu yer. Men hozir aqldan ozman. Biz adashib qoldik. Bu yerda qolib ketmasam bo'ldi. Daraxtlar, yana daraxtlar. Qara, bu axir suv-ku. Kris, qara, men suv topib oldim. Bu daryo. To'xtanglar, Ludvig baqiryapti. Jimmy. Xo'p, Kyle, men dron narsalar izlab turaman. Sen esa borib uni topib kel. Uni topish kerak, yugurish kerak. Bolalar, qaytasizlar? Bu yoqqa qarab. Ovoz bu yerdan kelyapti. Ana ular. Shuncha payt shuni yig'dingmi? Buni ham yig'dim. Aqldan ozganmisan? Albatta yo'q. Jimmy, biz keldik. Ularni u yoqdan topdim. U faqat ularni yig'ibdi. Shu xolosmi? Oxir bu ko'p-ku. U jinni o'lib qopti. Bolalar, bir gap aytishga majburman. Biz vertolyot qo'nish uchun joy tayyorlamadik. Endi o'sha joyni tayyorlashimiz kerak. Har aytgancha ham uxlamoqchi bo'lganda meni bir narsa esimga tushib qoldi. Bizda signal to'pponchasi bor. Bizga yordam kerak, yordam. Javob signal qaytdimi? Yo'q. Unda yana o'quz. To'xtalar, agar bizga haqiqatan ham yordam kerak bo'lsa, nima qilamiz? Hozir. Bu dron issiqlik kamerasi ekan, shuning uchun biz kichik tajriba o'tkazib ko'ramiz. U nima deb yozsin? Men hozir. Olg'a do'stim. Men MrBeastga obuna bo'ling deb yozmoqchi edim, lekin eplay olmadim. Sen like deb yozishingga juda ham oz qoldi. Bu oxir jirkanchlik. Bu 10 soatdan beri birinchi ichgan suvim. Kris, seni qorning ochmi? Nima? Shu ham savol bo'ldi. Meni juda ham qornim ochdi. Havo sovuq, hammamizning qornimiz ochdi. Bu menimcha odatiy hol bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chivinlar jonimga tegdi. Ular meni tarab tashlashyapti. Biz uxlashdan qo'rqamiz, chunki atrofda to'la chivinlar. Ha, atrof to'la qonxo'r chivinlar. Bizda hammasi zo'r, lekin uxlay olmayapmiz.
6 soatdan beri uxlayolmayapmiz. Havo juda sovuq, lekin men ba'zilarda isib ketyapman. Samolyotga teskari yotibman. Chunki bu yer nisbatan issiqroq, kecha juda ham sovuq bo'ldi. Shuning uchun hammamiz olovni oldida yig'ildik. Men charchadim. Aytgancha bolalar esinglardan, kecha men dronda daryoni ko'rib qolgandim. Bizning hammamizga suv kerak. Men kecha 4 baklashka suvni ichib qo'ygandim. Men juda ham chanqaldim. Jimmy, sen suv ichdingmi? Ketdik endi daryoni oldiga. Bilasizlarmi, men o'rmonda katta bo'lganman. Daraxtning ildizlarini suv yuvib ketgan. Demak, biz yaqindamiz. O'zi to'g'ri yo'ldamizmi, Chris? Men bunga ishonmayapman. U o'zi bir marta adashgan, yana bir adashdan qo'rqyapti. Biz manzildamiz. Bu suvni ichib bo'lmaydi. Wow, bu yerda qarmoqlar bor ekan. Ishqilib bu qayiq teshik bo'lmasa bo'ldi. Sen bu suvlarni ichasanmi? Albatta ichmayman. Men ham. Mayli, senda ikkita yo'l bor. Birinchisi shu suvni ichib o'lish, ikkinchisi suv ichmasdan o'lish. Birmi yoki ikki? Menga 3. Chumullar jonimga tegdi. Bu yerda qo'rqinchli uy bor ekan. Kirib ko'ramizmi, bolalar? Bu yer juda ham qo'rqinchli. Bu ichimlik qanchalik eski. Wow! Seningcha bu uyda kim yashaydi? Bu yerda ari bor ekan. Ehtiyot bo'l, qoch. Qochish kerak. Ala. Menda unga qurol bor. U aqldan ozgan. Boshpanamizga qaytishni bunchalik xohlamagan edim. Biz uydamiz. Men juda ham charchab ketdim va chanqadim. Biz yetib keldik. Men juda ham chanqadim. O'ylaymanki, samolyot halokatida juda ham ko'p suv bo'lishi kerak. Bizning suvimiz juda ham kam edi. Taxminan mana bunday. Bu 24 soat cho'lda qolish videosi bilan taqqoslaganda qanday? To'g'ri, issiq, lekin bizda suv bor edi. 50 soat o'rmonda bo'lgan videomiz bilan taqqoslagandachi? Bu ancha qiyin. To'g'ri, chunki bizda suv bor edi. Suv. Tabriklayman, 30 soat vaqt o'tdi. Demak, bizni vertolyot qutqarishiga 1 soat vaqt qoldi. Menda 4 ta sprey bor. Biz bu narsalarni qo'yib, tezroq vertolyot qo'nish uchun joy tayyorlashimiz kerak. Mayli, endi vertolyot qo'nish uchun joy tayyorlaymiz. Olg'a, Chris, sen eplaysan. Meni qilgim kelmayapti, bu ish qiyin ekan. Kelindan ko'ra yerga o't o'chirish spreyini sochamiz. Bu ajoyib bo'ldi. Endi vertolyot bemalol bu yerga qo'na oladi. Nega bu hammasi emas? Wow, sen olov yoqdingmi? Bu juda ham zo'r chiqibdi. Ha, olov. Ana, yong'in bartaraf etildi. Olov atrofga tarqalib ketmasa bo'ldi. Faqat shunday turish kerak. Bolalar, sizlarda nima gap? Sayohat sizlarga yoqdimi? Yo'q. Sayohat zo'r bo'ldiki, oziq-ovqat, uyqu yo'qligidan tashqari. Sen faqat ikkitasini sanadik. To'g'ri. Bizni chumullar chaqdi va biz charchadik. Men uchun juda ham qiyin bo'ldi. Men juda holdan toydim. Karol, qara, vertolyot kelyapti. Ana vertolyot, ana. Vertolyot kelyapti. Qutqaruv to'pponchasi. Ha. Drago dublyajga obuna bo'ling, chunki meni videolarni sifatli tarzda dublyaj qiladi.